Birodar, ikki ko'zing ko'rib turibdi, tiling gapirib turibdi, lablaring qimirlab turibdi, ikki qo'ling ushab, ikki tog'ing bosib turibdi. Yutganing tomog'ingni o'tyapti, qorningga tushgani hazm bo'lib oshiqcha chiqib ketyapti. Ne'matmi bu? Ikkita oyog'ing bilan yurishing hazakamishmi, birodar? Shol bo'lgan odamlarga qaramaysanmi? Ikkala qo'ling bilan xohlagan ishini qilayotganliging ne'matligini his qilasanmi? Ikkala qo'li kesilgan odamni ko'rganmisan? Ikkala qo'li kesilgan odam kiyim kiyishini bir o'ylab ko'rmaymizmi? Bir qo'li bor odam oyoq kiyimini qanaqa qilib ipini boylaydi? Qanaqa qilib kiyimini kiyadi? Ikkala qo'li yo'q odam hojatga kirganda kirib qanday qozoq hojat qilib chiqadi? O'ylab ko'rganmizmi shu narsani? Ha, tishimiz og'rib kechasi bilan uxlamaganimizda, huzur halovatimizni yo'qotganimizda, ha, tunam uzoq bo'lar ekan, qara. Sen bir uxlab o'tkazib yuborarding shu narsani.